Xabaringiz bor, Singapurlik ta'lim ekspertlari Sirdaryo viloyatiga tashrif buyurib, maktablarda ingliz tili fani bo'yicha dars jarayonlarini tahlil etishgan edi. Bu gal ekspertlar viloyatimiz maktablarida dars mashg'ulotlarini tashkil etishdi. Mahorat darsi tafsilotlari bilan muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida 2022-2023 o'quv yilida aniq va tabiiy fanlar hamda chet tillari fanlaridan yangi zamonaviy ta'lim metodikalari bo'yicha kamida 5 tadan xorijiy mutaxassislarni mahalliy byudjet hamda xomiy tashkilotlar mablag'lari hisobidan jalb qilish va ularga barcha zarur shart-sharoitlar yaratish vazifasi belgilangan edi. Ushbu vazifa ijrosini ta'minlash maqsadida Singapurlik ta'lim mutaxassislari Sirdaryo viloyati hokimligi homiyligida viloyatga tashrif buyurib, maktab ta'limini rivojlantirishga qaratilgan yangi strategik reja bo'yicha o'z takliflarini bildirdi. Singapurlik ekspertlar hamda Sirdaryo viloyati pedagoglarini yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi xodimlari bilan hamkorlikda pedagoglar malakasini oshirishda Singapur tajribasidan foydalanish, aniq tabiiy fanlar, chet tillarini o'qitishda zamonaviy yangi metodikalarni joriy qilish, o'qituvchilarning darsga tayyorgarlik ko'rish kompetensiyasini rivojlantirish, rahbar kadrlarning boshqaruv sohasidagi ko'nikmalarni oshirish borasida amaliy kurslar tashkil etildi. Abdulla Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot instituti yordami bilan ta'lim sifati bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinlarda turadigan Singapur davlatidan bizni mamlakatimizga, aynan bizni Sirdaryo viloyatimizga 3 nafar xorijlik mutaxassis jalb etildi. Xorijlik mutaxassislar o'zlarining mamlakatlarini ilg'or xorijiy tajribalarni bizning milliy ta'lim tizimimizga tatbiq etish yo'lida amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yishni boshladilar. Bugun seminarimizni birinchi kuni, amaliy seminarimizni birinchi kundan maktab direktorlarini, maktabni samarali boshqaruv usullarini, o'quvchilarni ta'lim olishga qiziqishni, kreativ yondashuvni, matematika fanida o'sha yangicha metodikalar yordamida o'quvchilarni darslarga qiziqtirish usullarini o'rgatishni boshladilar. Aynan darslarni rejalashtirish, maktab faoliyatini, ta'lim sifatini oshirishda to'g'ri rejalashtirish borasida bugungi birinchi kun darslari boshlandi. Loyihaning e'tiborli jihati maktab ta'limini jamlangan holda rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, islohotlar markazida o'qituvchi va maktab direktorlari bo'lishi rejalashtirilgan. Shuningdek, o'quv kurslari davomida ta'lim boshqaruvi bo'yicha kadrlar salohiyatini oshirish, tizimga yangi kirib kelayotgan o'qituvchilarni kasbga tayyorlashga ham ahamiyat qaratiladi. Bu yerda o'sha boshqaruvning qanday yangi tamoyillar, yangi yo'llar bo'yicha bizga yo'l ko'rsatib, shular haqida dars o'tishmoqda. Dars jarayonlari juda ochiq, samimiy, hammasi mana shu yuqoridagi xalq ta'lim vazirimizning hamda mana shu xalq ta'lim boshqarmamizning sa'y-harakatlari hamda mana shu bizga bo'layotgan e'tiborlar deb o'ylayman. Maqsad ta'lim sohasiga yangilik kiritish. Mana shu o'quv kursi davomida kreativ boshqaruvlikni o'rganyapmiz, ya'ni mana shu boshqaruvlikka yangicha yondashishni biz o'z oldimiz maqsad qilib qo'yganmiz. Singapurlik ta'lim mutaxassislari bilan hamkorlik natijasida viloyat umumta'lim maktablari rahbarlariga kreativ yondashuv asosida boshqaruvning zamonaviy usullarini, pedagoglarga ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan yangi metodikalarni, ilg'or xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish sirlarini o'zlashtirishga erishish maqsad qilingan.